Aziz kuzatuvchilar, litseyimiz 3-kuni bugun. Mana bizga kerakli bo'lgan vitaminlar. Azranit, butasal, gamma-vitam tugab qoldi. Butasal qilyapman bu ham immunitetga. Dexametazon, askarminka, novakain. Vitamin kompleks bo'lsa ham yaxshi bo'lardi, u ham tugab qoluvdi. Olib kela olmadim. Sulfofakain. Bizga kerak bo'ladigan mana shprislar. 5 shpris, 3 ta 2 shprislar. Shularni hozir tortib olamiz. Bu yerga tortib olish shprisimizga 10 shprisga qildik, 5 shpris yetmay qoldi. Kichiklik qildi. 3 ta aralashtirdik bunga. Dexametazon, askarminka, novakain. Vitamin kompleksdan bo'lsa yaxshi bo'lardi. Bu kam bo'lib qoldi xolos. Azranit, sulfofakain, butasal. Butasal o'rniga ham gamma-vit tavsiya qilaman, yaxshi bo'ladi. Xohlasa, bu yonimizni bugun 3-kun kallani ko'tardi. Eng muhimi, yeyish sekin-sekin, qaltiroq bor baribir. Bu yon ozgan. Bismillahirrohmanirrohim. Teri ostidan haydaymiz. Ko'pchilik fikr bildiradi, negativ fikrlaydiganlar ham ko'p, kommentga bo'lmay yozadiganlar bor, bemalol murojaat qila olasizlar, yoza olasizlar. Ko'p dozada qilyapsiz deydi yoki buncha narsa quyonga og'irlik qiladi deydiganlar bor. Quyonni og'irgi holatga kelib qolganda imkon qadar bitta chora bo'lsa, ashundan foydalanishga harakat qilamiz. Shunchaki o'lishini kutmaymiz. Ishqalab boramiz. Xo'sh. Bismillah. Astranit. Xudo xohlasa yaxshi tomonga qarab yubyapti. Buni hammasini qilmaymiz, ko'p. Yarim gram qilinadi xolos. Duoda bo'lib turinglar. Xudo xohlasa shu quyonimizni yaxshi qilib davolayveraylik. Juda ham yaxshi ko'rgan quyonimiz, ozgina pulga olinmagan. Bittadan like bosib, tanishlarga yuborib qo'yinglar, inshaalloh. Shu quyonni salomat bo'lib ketishiga yordam beringlar sizlar ham. Albatta.